Chilonzor 19-kvartal, 2 xona, 3 xona qilingan. Birinchi etaj, 50 kvadratli uyimiz obzorlarini beramiz. Ko'chalarimiz akkuratli ko'rinishlari. Mashinaga parkovka qo'yilgan joyi bemalol. Detskiy planshetkalarimiz ham katta. Uyimizda bitta obzorni ko'rsatamiz. Birinchi etaj. Uyimizga podyezddan kirib ko'rish eshigimiz. Burada hojatxonamiz joylashgan. Keyingisi vannaxonamiz. Sifatli jihozlar bilan to'ldirib qo'yganmiz. Uyga kirganimizda chap qo'limizda ota-onalar uchun spalnigimiz. Ko'rayotgan barcha mebel texnikalar hammasi qoladi. O'rtada zalimiz joylashgan. Bu yerda o'ng qo'limizda bolajonlarimiz uchun detskiy xona. Navbatdagi xonamiz kuxnya. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Narxi $72.500.